Ofitsiantning eng muhim vazifalaridan biri taomni mijozga to'g'ri va xavfsiz yetkazib berishdir. Ofitsiant taomlarni juda ehtiyotkorlik bilan olib borish kerak. Arzimagan bitta xato ham katta muammolarni olib kelishi mumkin. Taomlarni tartibga qo'yish bu professionallik belgisi. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, rahmat. Yoqimli ishtaha. Ofitsiant har 5-10 daqiqada mijozlardan xabar olib turishi va keraksiz buyumlarni stoldan olib tashlashi lozim. Kamchiliklar yo'q. Yo'q, rahmat. Bo'shagan tarelkadan olib qo'ysam bo'ladimi? Albatta. Stol ustidagi buyumlarni olib ketish mijozga qulaylik yaratadi. Biz mijozning nigohidan nima ehtiyoji borligini tushuna olishimiz kerak. Nima xizmat? Bu noto'g'ri, to'g'risi esa Nima yordam bera olaman? Menuni yana qaytib bera olasizmi? Albatta, hozir. mijozga iltifot bilan murojaat qilish ishonch va hurmatni oshiradi. Yana nimadir kerakmi? Bu ham xato. Agar yana nimadir kerak bo'lsa, xizmatingizga tayyorman. Yo'q, rahmat. Hisob bering. Agar mijoz ortiqcha pul beradigan bo'lsa, qaytim albatta qaytarilishi kerak. Qaytimiz. O'zingizdan qolsin. Yaxshi xizmatingiz uchun. Sizga rahmat, restoranimiz tanlaganingiz uchun. Agar sen quyidagi tartibga amal qilsang, taomlarni professional darajada olib kela olasan. Taomni mijozlarga yetkazayotganingda patnisni barqaror ushla, shoshilma, lekin sust ham bo'lma. Stolga yaqinlashganingda mijozlarga xalaqit bermay yur. Taomni qo'yishda ketma-ket va tartibli joylashtir. Stolni to'sib qo'yma. Xizmat davomida har 5-10 daqiqada hol so'ra va ortiqcha idishlarni olib ket. Muloqotda qanday yordam bera olaman deb murojaat qil. Hech qachon qo'pol savol bermagin. Ofitsiantlik oddiy kasb emas, bu ishonch va mas'uliyatli ishdir. Agar siz bunga qiziqsangiz, rasmiy sahifamizga obuna bo'ling va ko'plab ma'lumotlar oldinda.